ota-onalar, aziz ustozlar va jajji bolajonlar, kichik qo'llarini Assalomu alaykum aziz va hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar va jajji bolajonlar. Kichik qo'llarini ushlagan ilk bor qalamni bugun kuzatamiz sizni katta yo'l sari. Kecha bog'cha bag'riga quvnab yurgan bolajon, endi maktab atalmish sizni kutar yangi manzil. Aziz mehmonlar, sizni ruxsatingiz bilan davramizga 5-tayyorlov guruh bolajonlarini taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. Bolajonlarimiz bilan ham tanishib oldik. Bugun barchamiz uchun quvonchli, shu bilan birga biroz hayajonli kun. Chunki bugun bizning jajji farzandlarimiz sevimli bog'chalari bilan xayrlashib, yangi hayot sari, ya'ni maktab tomonga ilk qadamlarini qo'ymoqdalar. Shu munosabat bilan biz bayram tadbiri tayyorlagan edik. Marhamat, tomosha qiling. Bog'cham, gul bog'cham, bag'ri to'la nur bog'cham, xayr o'yinchoqlarim, chelakcham, mukurakcham, xayr g'uv mashinam o'rtoq bo'lgan dengizing, maktab yoshiga yetdim, endi biz ham o'qiymiz. Joningizning yangi olmayosin, joningga halol vaqt Rahmat aziz bolajonlar, endi navbat musiqamizga. Cananda yaşla, başladı günler, günler
tili darsimizga joyingizga o'tirib olinglar. Okay, thank you very much. Look outside. How is the weather today? Yes, it is sunny today. What season is it now? What season? What season? Spring? Which one? Spring. Very good. What day is it today? What day? Bugun haftani qaysi kuni? Four fingers, butterfly. Three fingers, okay, okay. Two fingers, peace, peace. One finger. Okay, this is? Big, this is small. This is short, this is short. This is Fast. This is slow. This is yes. This is no. This is happy. This is sad. This is Hop. this is Roll. this is Up. This is down. Okay, thank you very much. Today is our lesson with you. Bugun demak oxirgi darsimiz ekan bo'ladi. The activity qilamiz. Colors activity. Please come to 10 people. 10 ta bola kelib oladi mana oldimga. Bounce Patrol. 1, 2, 3, 4, 5. Fingers blue, finger, where are you? Here I am, how do you do? Green finger, where are you? Here I am, how do you do? Yellow finger, where are you? Here I am, how do you do? Red finger, where are you? Here I am, how do you do? Purple finger, where are you? Here I am, how do you do? 6, 7, 8, 9, 10, ready, change hands. Pink finger, where are you? Here I am, how do you do? Orange finger, where are you? Here I am, how do you do? Brown finger, where are you? Here I am, how do you do? Black finger, where are you? Here I am, how do you do? White finger, where are you? Here I am, how do you do? Okay, thank you very much. Give me back color. Thank you. Stand up please. Stand up. Turib olamiz. Harflarni qo'limizga olamiz. Stol ustiga harflarni qo'lingizga olinglar. Time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F,
endi o'rnimizga o'tirib olamiz. Bolajonlar, endigi navbat yana she'rlarimizga. Minavara. Nafisa. Miraziz. Bog'chajonim, bog'chajon, sehrli samih, quchog'ing do'stlik biz, quchog'ing do'stlik biz, kuchlik bo'choqqa. Endi xush qolgin bog'chajon, arg'imchoq layvachcha. Yedi boqat. O'zgarlarga ertaga foto, so'ngra o'rgatarkan, ikkamizga do'st sovg'a, tarbiyachi yo'q. Rahmat aziz bolajonlar, marhamat o'rningizga o'tirib olinglar. Endigi navbat rus tili darsimizga. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, здравствуйте! Поздравляю вас с праздником! Поздравляю вас с праздником! Сегодня пришло время показать наши знания, ребята. Сейчас мы с вами поиграем в игру в нашем последнем уроке. Тема нашего урока – это бытовая техника, наши помощники. Maishiy xizmat bizani yordamchi vositalarimiz mavzusida o'yin o'ynaymiz. Сейчас вы поделены на две команды. Hozir ikkita komandaga bo'lingansizlar. Mana bu yerda bizga o'rgangan so'zlar bor. Здесь на доске. Вы сейчас выйдете, каждый из команд. Какая картина попадется, qaysi kartina tushsa, o'shani nomini aytishinglar kerak. Кто правильно скажет, тому дам балл. Kim to'g'ri aytsa, o'shanga ball qo'yib beraman. Хорошо? Tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa bo'ldi. Значит, начнем нашу игру. Я сюда буду отмечать ваши баллы, сюда ваши баллы. Так, первый, кто выйдет? Давай, проходи. Кто выйдет? Желающий есть? Давай, Минавара, давай. Крути барабан. Что это? Мясо может. Мясо? Молодец. 1 балл даем. Садись. Ваша команда. Выходи. Сейчас по очереди. Это что? Kirush mashinasi nima edi bolalar yordam beramiz. Стиральная машинка. Молодец. Так, следующий. Подожди сейчас. Ага, крути барабан. Ага, давай вот это. Что это? Ребята, вещи гладим. Что это? Рано. Сандра, утюг. Вроде я пустила. Вот Санчман. Давай, крути барабан. Барабан. Кондиционер, молодец. Теперь вы подождете с этой командой. Давайте. О, это что? Что это? Ребята, на чем мы готовим? Газовая? Плита. Газовая плита. Нет, подожди. Мубина, выходи. Это что? Пылесос. Молодец. Так, еще 2 ученика. По 5 учеников будет и достаточно. Ага. Это что? Холодильник. Молодец. Пойдем. У вас тут сейчас 2 ученика выйдут. Так, это было. Это что? Это что?
Телевизор. Молодец. Все. У вас 5 ответов. Глубина, выходи. Это что? Печка. Греть на что? И еще один человек. Давай, Салаховна, выходи. Все. Это что? Электрочайник. Молодец. Значит, здесь тоже 5 баллов. Здесь тоже 5 баллов. Ребята, у вас победила дружба. Аплодисменты. Поздравляю вас с окончанием детского сада. Желаю вам всего хорошего. До свидания. окошком солнце, за окошком май, садику родному, садику родному, садику родному, скажем мы прощай, садику родному, садику родному, садику родному, скажем мы прощай. Ты башенки полы, вспомни, умирай, скажем мы, игрушка, тихо и прощай, скажем мы, игрушка, скажем мы, игрушка, скажем мы, игрушка, тихо и прощай, скажем мы, игрушка, скажем мы, игрушка, скажем мы, игрушка, тихо и прощай. Мама, не теряй, детству золотому, скажем мы прощай, детству золотому, детству золотому, детству золотому, скажем мы прощай, детству золотому, детству золотому, детству золотому, скажем мы прощай. Rahmat Azizolar. Endigi navbat yana musiqamizga. Marhamat, joyingizdan turib oling. Men yoshlarni sevaman, bog'chani ikkinchi uyi, gullari chama-chama, yaxshi o'tib har doim. Endi menga yetdi, maktabga yetdi, hayr mening do'stlarim, hayr mening bog'cham. Endi menga yetdi, maktabga yetdi, hayr mening do'stlarim, hayr mening bog'cham. O'qish yozish o'rgandim, o'ynab kulib yurgandim, ulg'ayib qarab bugun maktab tomon yo'l oldim. Endi menga yetdi, maktabga yetdi, hayr mening do'stlarim, hayr mening bog'cham. Endi menga yetdi, maktabga yetdi, hayr mening do'stlarim, hayr mening bog'cham. La 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 la. Bog'cha bu bolalarning ilk bilim olgan, do'st topgan, quvonchli va beg'ubor kulgulari jaranglagan maskandir. Bu yerda ular harfni tanishadi, she'r yod olishadi, qo'shiq kuylashadi va eng muhimi mehr va tarbiya olishadi. Hozirgi zamonda bolalar kitobdan biroz uzoqlashganday bo'lishdi. Kitobni o'rniga planshet, quloqchin, telefon, notebooklardan ko'p foydalanganligi tufayli kitob sal chetga surilib qoldi. Shuni inobatga olgan holatda kichkinagina sahna ko'rinishimiz bor edi. Kitob bilan do'stlashing degan. Marhamat, kitob sahna ko'rinishiga. Yürekli,
ojiz tut kitob o'qir edim qo'llarim ko'ksim to'la hayajon hadid dilda kezar navoiy bayti qanday yashay olam odamzod kitobida Bizga telefonlar ham kerak emas. Bizga telefonlar ham kerak emas. Bizga yo'qlovchilar kerak emas. Bizga gadjet Hayotimiz oynasi bu kitobdir, bu kitob. Sizni sevib o'qiymiz, o'qiymiz doimo shu kitoblar. Sizni doim asraymiz, asraymiz yashil dono kitob. O'qiymiz doimo shu kitoblar. Sizni doim asraymiz, asraymiz yashil dono kitoblar. Aks etgan yer osmon, unda ertak doston, har savolga bor javob. Bu kitobdir, bu kitob. Sizni sevib o'qiymiz, o'qiymiz doimo shu kitoblar. Sizni doim asraymiz, asraymiz yashil dono kitoblar. Sizni sevib o'qiymiz, o'qiymiz doimo shu kitoblar. Sizni doim asraymiz, asraymiz yashil dono kitoblar. Rahmat aziz bolajonlar. Rahmat aziz bolajonlar. Endi navbat yana she'rlarimizga. Yaxshi kuning rohat ayrim biz maktabdan boshqamiz bag'rini ketamiz biz hamon. Bu ustuq chog'ini to'yib oqataylik. Zamonlik charbada Orambash quchog'ida o'sib ulg'ayib shodon. Bugun bizlar yo'l oldik. Jon maktab tomon. Uzoqlashmoqchi ketamiz yana keladi halaydan. Ko'zlarda yana juda kuchli bo'ldi. Shu shapamni zaxorga to'ladi. Bizga shunday baxtni atoqlagan yaxshidan sen hayotda umr turgan haqda javobni ketaman seni vaqtida Aziz mehmonlar, endigi navbat onalarimiz biroz zerikib qolishdi.
Bu yoq taraf onalari chiqib olsa, kichkinagina o'yinimiz bor edi. O'shani birinchi o'ynab olamiz. Keyin, undan keyin videorolik qilamiz. To kichikligidan 3 yoshligidan qo'limga bergan bo'lsanglar, hozir mana 7 yosh, 6 yosh bola hozir kichkinagina videorolik qilgandik. Bolalar qanchalik o'sib ulg'ayishdi, bilim olishdi. O'sha o'tilgan mashg'ulotlar, o'tilgan bayramlar, eski rasmlarni bitta xotira olib olamiz.
shuncha yil xizmat qilib, bizga bilim berib, misol bizga o'rgatgan xodimlarimiz uchun alohida she'rlarimiz bor edi. Marhamat, eshitamiz. Ana o'shanga yig'lashayotgan ekan. Qani bolalar, endi raqsimizga. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et pas souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout. Une rose à la main, non, non plus rien ne le retient. Dans ses love story, dans ses love story, dans ses love story, c'est love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. Je regrette, non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Si tu te le portes et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story. Dans ma love story. Dans ma love story. Ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. C'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie. Love story.
bolajonlar va mehmonlar, endi navbat bog'cha xodimlari haqida gaplashgan she'rga. Marhamat. Abdurahmon va Robiya, Muhammadjon, Muhammad Bilol. Deputat opa yaxshi, bog'cham ketagan. Uni doim mazaydi, merda bilan qilaydi. Har to'g'risida uni yaxshilar ta'sirlaydi. Bog'cha boshqalar o'ynaymiz, naf qilamiz barcha. Deputat opa bog'chaga baxtimiz ko'p. Rahmat. Rahmat aziz bolajonlar. Xo'p, endi bu yoq tarafdagi onalar sizlar bilan o'ynaymiz. Bu yoqdagilar bilan o'ynaydik. Endi sizlar bilan o'ynaymiz. O'rtaga.
Yana. Il la voit partout, il est il la voit partout, il est en debout, nous Tanımasın.
Yaqinroq. Mubina Sharifa. Chiqdi joylarimiz bor. Malinki bolalarni qadam qo'yish, nafas olishdan kamiyman. Sizlar uyda 5-6 soat bo'lsanglar, men kun bo'yi почти 10 soat birga bo'laman bolalar bilan. Rahmat onajonlar. Shu bilan bayramimiz tugadi. Endi hozir oxirgi
Rahmat. Rahmat aziz bolajonlar, qanchayimiz o'tib boramiz. Joyini ko'tiranga, avvaliga sovg'alarimiz bor, shundan ulashib olamiz. Bog'chada o'zini sho'xligi, lekin sho'xligiga qaramasdan bunga chanqoqligi bilan bog'chamiz nomidan taqdirlanadi. Baxtiyorov Abduboriy. Bahodir va Minavaraxon. Birinchi bo'lib shu Sharif va Mubiraxon. Boshqa gruppadan ancha bo'lib chiqishganiga, lekin begonani bilmaydi bizani. Har doim biz bilan baravar, bolalarimiz bilan baravar mashg'ulotlarda qatnashadi. Qizlarimizni old qatorlardan joyiga Tamarjon Pulisaxon. Gruppamizdan ketganlik yana qaytib kelishgan ular. Nimaga qaytib keldinglar desak, bilmadik, yana qaytib keldik deyishgan. Bahodir Zubayir. Bular har doim ikkita bo'lib yurishadi, lekin hech qachon ajralishmaydi. Vaqt kelsa birga yotinglar ham deyishadi. Baxtiyor Muhammad Yusuf.
endi ozib, rosa chiroyli bo'lib qoldi. Bahrom va Nafisaxon. Grupamizda oyisi ham, o'g'illari ham aktiv qatnashadilar hamma narsaga. Bilsa bilmasa ma deb turadi. Sodiq Salohiddin. Yana bitta bolamiz bor. Ularni oilalari ham, o'zi ham suyishdi. Unga qattiq gapirgim ham kelmaydi. Hech o'tirdigim ham kelmaydi. Ekvasini qilib qo'yadi ishlarimni. Yusufjonov Muhammad Sodiq. Grupamizda Muslima qizimiz bo'ladi. Eng odobli, aqlli, qoriya qizimiz Zoirjon va Muslimaxon. Grupamizda kichkina bolasi, qo'y pastusi ham, lekin ana hamma narsaga yetadi. Sobirjon Muhammadxon. Grupamizda mashinalardan yurib qo'yadilar. Ular Zula opa deymiz. Har doim aqlli she'rlarni berganimda bittada yodlab oladi. Miyasi to'la. Abdurahmon va Robiya sandan yasharar ekan. Bayram boshida oxirigacha yig'ladi oyi deb. Lekin uni ham aqli to'la. Rizqboyev Mirazim. Grupamizda aqlli bolasi Muxtarov Olimxon. Grupamizda yig'loq qizcha ham bo'ladi uni. Sannasi yig'laveradi. Ko'p yaxshi qilmabdi yoki manzimada ko'p qopdi desa ham bo'ldi, yetadi işte. Odiljon va Mubinaxon. Grupamizga yaqinda qo'shilgan Murodona qo'shilganiga Bahodirov Abduhamid. Rahmat aytib bolajonlar. Do'stlar bilan so'nggi bayramimizni qanday o'tkazib nishonladik. Endi sizlar maktabga yangi sinfga qadam qo'yasizlar. Oyijolar sizlarga ham kattakon rahmat. 4 yil men bilan birga bo'ldinglar. Takanki hisob, bayramga hisob. Sizlarga qo'shib yurgidek bo'ldi.
Joyiga o'tirib olinglar. Asmasi ham sovg'alari bor ekan. Marhamat, qabul qilib olinglar. Hurmatli onajonlar, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ichida qisman onalar meni tanishadi, kimlardir tanishmaydi. Biza qisman degan onalarim bilan sentyabr oyidan beri hamkorlikda ishladik. Bolajonlarimizni maktabga 80% tayyorladik. Men mehnat qildim va sizlarning yordaminglar albatta sevaraman. Sizlar va meni hamkorligimizda mana bugun nurotamiz tugatdik. Bolajonlarimiz harflarni bilishyapti. Kitoblarni o'qib berishyapti, misollar ishlashyapti. Hammamizni yuzimiz yorug', xudo xohlasa maktabga borganda uyaltirishmaydi. Bizning yuzimiz yorug' qilishadi degan umiddaman. Bolajonlarimni kecha taqdirladim, diplomlarini berdim, qo'llariga sovg'alarni berdim. Bugun sizlarni onajonlarimizni taqdirlamoqchiman. Sizlarga o'zimni men bilan hamkorlik qilganingiz uchun tashakkurnomam bor edi. Bittalarnikini o'qib eshittiraman, qolganlarni ismini o'qib tarqataman, xafa bo'lmasanglar. Hurmatli va aziz onajonimiz Saidova Dilnozaxon, bizning yil davomidagi darslarimizda farzandingiz ta'lim olishida biz bilan birgalikda mehnat qilib, mas'uliyatlilik bilan darslarni o'z vaqtida tayyorlashlarini, o'z vaqtida darslarga qatnashishlarini ta'minlab berganingiz uchun biz ustozlari sizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va bu farzandingiz ortidan olgan ilk tashakkurnoma va davomli bo'lishini tilab qolamiz. Keyingisi Muhammad Yusuf Foyjonlari Adilova Shahzodaxon Shahtamlar. Juda ham mas'uliyatli onajonlarimizdan bular. Rahmat sizga. Zubayr Oyjonlari Adilova Nasibaxon. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham rozi bo'linglar. Abdurahmonova Robiyon Oyjonlari Sayyoraxon Oyjonimiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Nafisaxon Oyjonlari Nilufarxon Oyjonimiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Farangizda Oyjonlari Shahodatxon Oyjonimiz shutamlar. Keyingisi Hojikbar va Robiyan Oyjonlari Munisaxon Oyjonimiz. Judayam eng faol oyjonlarimizdan bular ham. Rahmat sizga ham. Muhammad Umar Oyjonlari Kamolaxon Oyjonimiz. Akasi mana yetkazib qo'yinglar, rahmat. Muhammad Sodiq Oyjonlari Yo'ldosheva Nigoraxon Oyjonimiz. Rahmat. Rahmat. Bu farzandlaringlar orqasidan bunaqa tashakkurnomalarni ko'pini zo'rini olib, faqat rahmat bilan eshitib yuringlar. Rahmat hammaga. Sizlarga sovg'ani qo'yib sizlarga topshirib olaylik. Kamchilik bo'lsa, qaranglar. Bog'chapasi rozi bo'ling. Bizlar bolalarimizdan keyin keladigan bolalarimizdan a'lo bo'lsin. Mehnatlaringizga, xizmatlaringizga, berganlaringizga rozi bo'ling. Hatto shu bolalar ko'rganingiz xursand bo'ling. Hammasi ham. Rahmat. Mana bu bilan yaxshiliklarga ishlading. Bog'chapani kuyov bo'lib qoldim. Keling sizga boring alohida. Mehnatlaringizga, xizmatlaringizga rozi rahmat. Shunchalik yonib erkadosh bo'lib turganingiz uchun Bollarimiz har doim a'lo baholarga o'qishdi. Meni yutuqim bo'ladi. Bog'chapasi yo'lida bolalarimizga qaraydigan, bog'chapasi yo'ligini bildirmaydigan bog'chapa yordamchisi Madinaxon. Ko'p o'rnida ko'rasiz. Rozi bo'ling. Hech nima qilmaydi. Bolalarimizga rozi bo'ling.
Voy assalam. Bularni qanaqa joy? Silingan.